Zalda shug'ullanishga imkoniyatingiz yoki vaqtingiz yo'q, lekin ojiz xohlayapsiz. Men sizga hozir uy sharoitida bajariladigan mashqlar va kerakli maslahatlarni berib boraman. Videoda oxirigacha ko'ring. Assalomu alaykum. Men Umar Qodirov, fitness murabbiyman. Uy sharoitida qanday qilib yog'larni ketkizish bo'yicha noldan mashqlari bilan to'g'ri bajarishlarini ko'rsatib beraman. Hozir uchun o'zi ikkita narsa kerak bo'ladi. Birinchisi ovqatdan defitsit bo'lsa, ikkinchisi ko'proq kaloriya yoqish kerak bo'ladi. Mana birinchi mashqimiz hozir ko'rsatib beraman, prisidaniya bo'ladi. Bu aynan ko'proq kaloriya sarflashga majbur qiladi. Buni faqat to'g'ri bajarish juda ham muhim bo'ladi. Bo'lmasa bo'g'imlarga kuchli nagruzka olasiz. Endi uy sharoitida bo'lsa, o'zingiz taningizni ko'tarasiz. Endi bunga ko'proq o'zingiz qo'shimcha misol uchun sumka yoki qanaqadir gantel bo'lsa, shu osidan bo'ladi yoki baklashkada suv, farqi yo'q. Qarang, yelka kengligidan ozgina kengroq ochasizda, oyoqlaringiz uchun yana ham tashqariga qaratib olasiz, yaxshilab. Oyoqingiz qayerga qaragan bo'lsa, siz ham shu yoqqa tushish kerak bo'ladi. Oxirigacha o'tirasiz mana. Oxirigacha o'tirasiz. Oxirigacha o'tirib, oxirigacha turasiz. Mana yondan ham ko'rsataman. Nimaga? Faqat belni yo'qotib qo'yish kerak emas pozitsiyasini. Mana. Mana buni qo'shimcha yuklama bilan ham bajarish shunaqa bo'ladi. Gavdangizga yaqinroq ushlaysiz. Pastda bo'lib qolmasdi mana. Qo'lingiz bilan shug'ullanasiz. Buni 30 tadan 4 ta podxod bajarasiz. O'rtada 2-3 minut pauzasi bilan. Juda ko'p dam olmaymiz ham, tana sovib qolmasin. Tana qizib turgan vaqtida trenirovka qilib olamiz. Podxodlar orasida ko'proq suv ichish kerak bo'ladi. Ikkinchi mashq ko'pchilik biladi, lekin xato bajaradi. Anjimani buni hozir texnikasi bilan ko'rsatib beraman. Birinchi mashqimizda tanani pastki qismi ishlagan bo'lsa, endi tepasi ishlaydi. Tanani tekis ushlaymiz. Qo'llarni ichini tashqariga qaratib olamiz. Boshimizni ko'tarmasdan to'liq oxirigacha tushamiz. Yerga tegar-tegmas qaytaramiz oxirigacha. Xuddi shunaqa. Tushishga 2 sekund, chiqishga 1 sekund sarflaymiz. Shoshmasdan bajaramiz. Bu mashq nisbatan qiyinroq bo'lgani uchun 15 ta 20 tadan buni ham 4 marta bajaramiz. Agar sizga o'zingiz vazningiz yengil tuyulayotgan bo'lsa, ustingizga bolangiz chiqarib ham bo'ladi. Uchinchi mashq skalavas. Bu ham dominant yog'ni yoqish bo'yicha, ya'ni kaloriyani sarflash bo'yicha. Faqat buni texnikasini juda ehtiyot bo'lib bajaramiz. Sababini hozir ko'rsatib tushuntirib beraman. Ko'pchilik bajargan paytda ko'proq belini his qiladi. Belni emas, qorin muskuli pressni ko'proq his qilishimiz kerak. Oyoqlarni ozgina ochib, qo'llarni yelka kengligiga tekis qo'yamiz. Qorinni sal ko'taramiz tepaga belni. Va o'ng oyog'imizni chap qo'limizga olib boramiz. Chap oyog'imizni o'ng qo'limizga olib boramiz. Yaxshilab olib kiramiz. Agar sizda qorin xalaqit bersa, kirgan joygacha olib kiring. Va nafas to'g'ri olish kerak bo'ladi. Nafasni ushlab turib, olib kirasiz oyoqni va keyin chiqarib olasiz. Qaytargan paytda nafas olasiz. Xuddi shunaqa bunda faqat vaqtga qo'yib, soniyada bajaramiz. Boshlanishiga 30 sekunddan 4 marta yetadi. Keyin kundan kunga buni oshirish kerak bo'ladi. Shoshmasdan kundan kunga 15 sekunddan. To'rtinchi va oxirgisi planka. Bu nimaga bizga yordam beradi? Qorin va belni tortib turuvchi ichki mushaklarni rivojlantiradi. Ya'ni bu nimaga kerak? O'z ko'pchilik o'zida grija bo'lib qolganini biladi-ya. Misol, u trenirovka qilmasa ham shunaqa bo'ladi. Nimaga? Bitta sababi bor. Faqat unda tonus yo'qolgan mushaklarida. Tonus nima degan narsa? Misol uchun shug'ullanmagandan keyin mushaklar bo'shashishni boshlaydi. Hamma nagruzka o'sha suyaklarga tushib boshlaydi. Suyak bo'g'imlarga tushib boshlaydi. Shu orqali grija paydo bo'ladi. Hech qachon to'g'ri texnika bilan trenirovka qilganda grija bo'lmaydi. Bu shunga yordam beradi. Uy sharoitida qilsangiz faqat siz ozishga emas, taningizni qomatingizni chiroyli qilishga yordam beradi. Buni birinchi to'g'ri qilish texnikasini hozir aytib beraman, keyin ko'rsatib beraman. Qarang, bu yoqda yotgan paytingizda tirsagingiz bilan qo'lingizni qo'yasizda, qorinni yana boyagidek teparoq ko'taramiz. Bundan ham shunday belga nagruzka tushib qolishi kerak emas, to'liq qorin muskulingizni his turishingiz kerak bo'ladi. Bundan уже 30 soniya yetadi, уже titrashni boshlaysiz, boshlanishiga yetadi. Keyin bundan ham shunaqa kundan kunga qo'shib boramiz. Bu mashqlarga o'zi umumiy 20 minutdan 30 minutgacha sarflasangiz yetadi. Faqat haftasiga 3 yoki 4 marta ishtiyoqingizga qarab. Bundan ko'payib ham ketmasin, tushib ham ketmasin. Agar ko'payib ketadigan bo'lsa, bilamiz, birinchi boshlaganlarda zo'r bo'ladi-da, ishtiyoq yaxshi bo'ladi. Agar siz hali taningizni bilmaysizda,
bunga hali bunaqa naguzkalarga tayyor bo'lmaydi. Shuning uchun kam-kamdan muntazamlik muhimroq bo'ladi. Buni endi ko'rsatib beraman. Tirsaklarni qo'yib, belni ko'tarib olamiz. Bo'yinni ko'tarib ham to'liq tushirib ham olmaysiz. O'rtada ushlaymiz. Endi ovqatlanish haqida qisqacha maslahatim, o'zi odam shunaqa bo'ladiki, ustida kimdir turmasa, majbur qilmasa qilmaysiz. Xuddiki unga kerakdi. Lekin shunaqa ishlaydi. Chunki men zaldaman, bilaman shogirdlarim kerak bo'lsa, shu ozmoqchi bo'lganlar kardiog erinadi-da, shtraf qo'yganman, shu shtraf to'lamaslik uchun ham chiqadi-da. Ya'ni bu kerak bo'lgani uchun olish uchun emas, shu pul to'lamaslik uchun ham chiqadi. Yoki kerak bilan bo'lsa, kimlardir hijolat bo'lgandan chiqadi zalga. Lekin yakunda u natija qilib oladi. Keyin o'zi xursand bo'ladi. Bu narsa endi sizni sal qiyinroq, chunki siz uyda o'zingiz qilyapsiz. O'zingiz nazorat qilishingiz kerak. Endi bunda qanaqa bo'ladi? Butunlay hamma ovqatlaringizni o'zgartirib tashlamang demang yo'qda. Faqat 20% kamaytiring. Bu qanaqa bo'ladi? Misol uchun, portani kunlikda siz pulga sotib olib o'tirib, mana ChatGPT tashlasangiz, примерно hisoblab beradi. Kunlik kaloriyangiz ko'pchilikga tushadigan narsa 1800-2000 kaloriya o'tib ketmasin. Siz qo'shimcha kaloriya yoqqaningiz uchun sizda juda ham defitsit zo'r bo'ladi. Natijasini keyin ko'rasiz. Уже сразу 10 kunda suvlaringiz ketib, veslarda ham bilinadi, sразу tushib ketadi. Endi siz butunlay menyuda o'zgartirmaganingiz uchun siz mushagingiz ham ketib qolish xavfi bor. Shuning uchun ahamiyat beradigan ozgina joyi go'sht, ya'ni oqsilli narsalarni, tuxumni, shular tvorogni yoki ko'paytirishingiz kerak bo'ladi grammini. Buni qanaqa bo'ladi? Har 1 kiloingiz uchun 2 grammdan. O'rtacha hammaga tushadigan narsa 150-200 gram oqsilishingiz kerak bo'ladi kunda. Shuni nazorat qiling, что mushaklaringiz ham yo'qolib qolmasin. Ya'ni mushaklarda yemirilib ketib qolish kerak emas, faqat yog' ketish kerak. Maqsad bizda yog' eritish. Endi bu hozir ko'rsatib berganlarim bitta etap bo'ladi. Bu mashqlarni baribir doimiy bir xillik bo'lgandan keyin sizda zerikish paydo bo'ladi. Shuning uchun men keyingi videolarimda yangi bosqichga o'tish uchun yana boshqa mashqlar beraman. Bu mashqlarni yangilab borish yo'li orqali siz tanangizni etapma-etap chiroyli ko'rinishga olib chiqamiz. Faqat YouTube kanalimga a'zo bo'lib kuzatishda davom eting. Yana bundan tashqari sizni umuman och qoldirmasdan, salomatligingizga zarar yetkazmay, chiroyli tanaga olib chiqadigan yangi onlayn dastur ishlab chiqdik. Bu faqat Telegramda bo'ladi. Havola qoldiramiz. O'tib batafsil ma'lumot olishingiz mumkin.